Men sizni ishontirib ayta olaman, siz videorolikni oxirida mana shunday videoroliklarni mutlaqo tekin tayyorlashni o'rganasiz. Keling birgalikda ko'ramiz. Bu kelajak, ya'ni dahshat yo'nalish. Va bu hammasi mutlaqo tekin. Darsga o'tamiz. 8 kun oldin qo'yilgan videorolik 103 mingta prosmotr, 2 hafta oldin qo'yilgani 70 mingta prosmotr. Salom dizaynerlar va sun'iy intellektga qiziqadiganlar, bugungi videorolikda biz aynan kelajakdagi olamlar degan aynan yangi yo'nalishni sizlar bilan birgalikda ko'rib chiqamiz. Bu o'ta erinchoqlar uchun bir dona prompt orqali ketma-ket umuman tekin mana shunday videoroliklarni siz chiqara olasiz va bugungi videorolikda boshidan oxirigacha qanday tayyorlashni o'rganamiz. Bunday yo'nalishlar ko'payib bormoqda va oddiy misol mana bu kanalga e'tibor qarating. 50 ta videorolik yuklagan va 22 mingta podpishchigi bor va 3 soat oldin videorolik yuklabdi. Va bunday kanallar ko'payib bormoqda. Shuning uchun men bu yo'nalishni aynan erinchoqlarni yo'nalishi deyman. Nega? Chunki mutlaqo tekin va bir dona prompt orqali siz bemalol shaharlarni chiqara olasiz. Yana bitta plus taraflardan biri, bu yo'nalishni siz to'plamlar qilishingiz mumkin. Ya'ni mana bu 8 minutlik videorolik, 10 minutlik videorolik, oddiy misol 12 minutlik videoroliklarni yuklab borasiz. Vaqt o'tgandan keyin hammasini birlashtirasiz. 1 soatlik bo'ladi, mana 1,5 soatlik bo'ladi. Siz buni yuklab qo'yasiz 1 soat, 1,5 soat qilib. Ya'ni bu yo'nalish o'zini o'zi qoplaydigan yo'nalishlardan biri. 1 soatlik kontent chiqarib o'tirmaysiz. Eski videoroliklaringizni to'plami. Va bu to'plamlarda har xil otellarda, har xil oshxonalarda, har xil biznes sentrlarda joylab qo'yishadi, ya'ni banklarda. Buni odamlar ko'radi, ya'ni kelajak va har xil kelajakdagi joylar, bu chiroyli narsa. Shuning uchun men sizlarga bugungi videorolikda qanday tayyorlashni o'rgataman. Ishni boshlash uchun bizga ChatGPT kerak bo'ladi va tayyor prompt kerak bo'ladi. Tayyor promptni har doimgidek Telegram kanalimga yuklab qo'yaman. Mana shunday juda uzoq va katta bo'lgan promptlardan biri va biz bu promptni ChatGPT ga yuboramiz va ChatGPT sizga aynan 15 ta sahnadan iborat bo'lgan har xil o'sha kelajakdagi sahnalarni sekin asta promptini yozib beradi. Promptini yozguncha men sizlarga yopiq Telegram kanalim haqida kichik ma'lumot bermoqchiman. Meta AI yopiq Telegram kanalim haqida kichik ma'lumot bermoqchiman. Bu yerda aynan sun'iy intellektni chuqurroq o'rganaman deganlar uchun o'ta kerakli ma'lumotlar bor. Oddiy misol YouTube'dagi videoni nomini va opisaniyasini 78 xil tilga tarjima qilish sun'iy intellekt orqali. Ya'ni siz videoni nomini va aynan opisaniyasini bemalol tarjima qilishingiz mumkin. Uyga vazifalar bor va bu yerda prompt bor. Promptni qanday yozish va 9 ta punktdan iborat bo'lgan kuchli algoritm. Ya'ni siz bu videorolikni ko'rganingizdan keyin prompt haqida boshidan oxirigacha tushunchaga ega bo'lasiz. Prompt nima, qanday yoziladi va nimalarga ahamiyat berish kerak. Bundan tashqari juda ko'plab videoroliklar yuklab qo'yganman. Mana 11 dan ziyod, ya'ni alohida zootopiya yo'nalishi va alohida mana ASMR yo'nalishi qanday tayyorlanadi. Ya'ni mana shu yo'nalishlarni boshidan oxirigacha qanday tayyorlashni o'rgatganman. Agar sizga qiziq bo'lsa, men opisaniyada havolani qoldiraman. Bemalol aloqaga chiqsangiz, yopiq Telegram kanalga men qo'shib qo'yishim mumkin. Agar siz ham sun'iy intellektni chuqurroq o'rganaman desangiz, yopiq Telegram kanalim bor. Bu albatta pullik, lekin o'z puliga arziydi. O'ta qimmat emas. Agar sizga qiziq bo'lsa, bemalol yozishingiz mumkin. Demak, yuqorida aytganimdek, bizda 15 ta aynan rasm uchun prompt tayyor. Biz esa Fisk saytiga o'tamiz. Aytgancha hamma havolani men mana bu kanalda qoldiraman, ya'ni Meta Arts. Biz 7323 ta bo'ldik va e'tibor qarasangiz, mana shunday men promptlarni bepul tekinga beraman va aynan meni obunachilarim sun'iy intellektga qiziqqanlar mana shunday tarzda aynan videolar tayyorlashaman berishibdi. Mana e'tibor qarating, kino. Alohida rahmat Jasur akaga va bunday aynan promptlarni tekin aynan mana shu kanalda olasiz va shu yerda men havolani qoldiraman. Demak, открыть instrumentni bosamiz. Demak, Visk saytida bizda 16 ga 9 da tanlaymiz va bu yerda oddiy misol mana bu promptni olamiz. Birinchi promptni va ketma-ket rasmlarni aynan generatsiya qilishni boshlaymiz. Aynan Viskni plus taraf shundaki, sizga ikkita tanlov beradi va bu eng qulay saytlardan biri. Mutlaqo tekin va biz buni mutlaqo tekin aynan generatsiya qilib animatsiya qilamiz. Ya'ni bu aynan men ko'rsatib turgan yo'nalish umuman pul talab qilmaydi. Ya'ni bemalol yuqorida aytganimdek haqiqiy erinchoqlarni aynan yo'nalishidan biri. Ketma-ket juda tezda siz aynan generatsiya qilsangiz, mana shunday tarzda sizda aynan rasmlar paydo bo'ladi. E'tibor qarating.
Bu haqiqatan ham wow, bu juda dahshat. Mana mashinalar yuryapti va biz buni hammasini hozir aynan animatsiya qilamiz, ya'ni harakatga keltiramiz. Bu promptni men iloji boricha serqirra yozishga harakat qildim. Har xil mashinalar, odamlar va shaharning eng qiziqarli va chiroyli joylarini ko'rsatib ber deb yozganman. Shuning uchun bu promptni bemalol ishlatsangiz bo'ladi. Oddiy misol, mana e'tibor qarating, aynan odamlarni va bu tepadan mana va bu bitta shahar. Va siz bemalol bularni har xil yo'nalishda chiqarishingiz mumkin. Demak, yuqorida aytganimdek, siz promptlarni olasiz va bu yerda ketma-ket chiqarib olasiz va o'zingizga kerak bo'lgan rasmlarni hammasini mana bu knopka orqali o'zingizga yuklab olasiz. Va shunda biz aynan rasmni qimirlatishga, ya'ni harakat qildirishga o'tamiz. Demak, e'tibor qarating, mana shunday rasmlarni biz chiqarib oldik. Endi bularni harakatga keltirish uchun alohida Grok saytiga kiramiz. Grok bu mutlaq tekin bo'lgan saytlardan biri. Hamma havolani yuqorida aytganimdek qoldiraman. Demak, image bo'limiga o'tamiz va bu yerda mana e'tibor qaratsangiz, har xil rasmlar bor va promptlari bilan tayyor ko'rib olishingiz mumkin. Va biz o'zimizga kerakli bo'lgan rasmni olib, aynan Grokni o'ziga yuboramiz. Va Grok sekin asta tushunishda boshlaydi mana. Oddiy misol, сделать videoni bossak, videoni tayyorlashni boshladi. Va biz yana image bo'limiga o'tamiz, ikkinchi rasmni yuklaymiz. Xuddi shunday qilib ketma-ket siz rasmlarni aynan сделать videoga bosib, aynan bemalol generatsiya, animatsiya qilib olishingiz mumkin bo'ladi. Yana bir kichik lifehackni ko'rsataman. Bu kompyuterda va telefonda ishlaydiganlarga juda qulay, asqotadi. Oddiy misol, har safar bosib, сделать videoni bosib, alohida image bo'limiga o'tgandan ko'ra, image bo'limiga sichqonchani o'rtasini 2-3 marta bossangiz, yangi oynalar ochiladi. Oddiy misol, bosasiz yangi oynaga va o'zingizga kerak bo'lgan rasmni olib, oddiy misol yuklab qo'yasiz va yangi oynaga o'tasiz va xuddi shunday qilib yuklab ketaverasiz va Grokni o'zi sizga rasmlarni, videolarni tayyorlab beradi. Oddiy misol, mana to'lishni boshladi va сделать videoni bosib qo'ysangiz, juda tezda videolar aynan animatsiya bo'ladi. Demak, e'tibor qaratsangiz, mana shunday videolar tayyor bo'ldi va biz hamma videoni mana shu skachat tugmachasini bosib tortib olamiz va CapCut dasturiga o'tamiz. Demak, biz hamma animatsiya videolarimizni olamizda va CapCut dasturiga o'tib yuboramiz. E'tibor bergan bo'lsangiz, bu yerda musiqalar bor. Bular mualliflik huquqiga ega emas, bemalol ishlatishingiz mumkin. Men buni alohida Telegram kanalimga yuklab qo'yaman. Demak, biz nima qilamiz? Hamma video animatsiyamizni belgilab olamiz va time-lapse ga yuboramiz. Sun'iy intellekt hozirgi vaqtda Grokda ovozlarni yaxshi ishlab bera olmaydi. Shuning uchun biz hamma ovozni oddiy misol o'chirib tashlaymiz yoki umuman pastlab qo'ysangiz ham bo'ladi. Va mana bu yerdagi mualliflik huquqiga ega bo'lmagan musiqalar bor. Yuqorida aytdimmi, aytmadimmi? Telegram kanalimga yuklab qo'yaman. O'zimizga yoqqanini olamiz va videorolik tayyor. Oddiy misol, mana e'tibor qaratsangiz, har xil yo'nalishda, men sal kattaroq qilaman sizlarga ko'rish oson bo'lishi uchun. Mana bunday qilamiz va e'tibor qarating. Juda ajoyib bo'lgan kelajakdagi videorolik va men aynan ko'rsatgan videoroliklardan umuman farq qilmaydi va bu mutlaqo tekin. Demak, agar sizga qiziq bo'lsa, mana oddiy misol, keling birgalikda ko'ramiz. Va siz xuddi shunday videorolikni ko'rib, xuddi shunday videoroliklarni ketma-ket qo'yib borsangiz bo'ladi va video aynan 1 soatlik, 5 minutlik, 10 minutlik bo'ladi va bu aynan eng hozirgi vaqtda trend yo'nalishlardan biri. Agar sizga videorolik yoqqan bo'lsa, like tugmachasini bosishni unutmang.